Xo'sh, ratsiya, konserva. Xo'sh, bu konserva o'zimga kerak. Yeyman. Olmani olib qo'yamiz bu yoqqa. Xo'sh, pistoletni bo'sh magazini kerak emas. O'zimga yer kerak bo'lib qoladi. Biror yerga qo'yaman yana. M4 qiziq. Komandir, topgan M4imni olib qolsam bo'ladimi? Ha, aytgancha senga axir Thompson edi. Rahmat. Nihoyat, yo'q, kamera emas, mana buni olaman. 16 ta magazin oldim. Mayli, Thompsonni esa joyiga qo'yaman, patronlari bilan birgalikda. Okey, Jons bobo kelganda olib ketadi. Yana bo'ldi, hammasini qo'ydim. O'zimga ruxsat olganlarimni olib qoldim va bo'ldi. Hozir esa Jons boboning yoniga boray. Keyin esa u bilan birgalikda koordinatlarni topgan bo'lsa, o'sha yerga otlaninglar. Yo'g'e, otlanaylikmi? Albatta. Xo'p. Zo'r bo'ldi. Hozir otlanamiz bazaga. Albatta, ishonish qiyin, balki bu yigit bizni olayotgandir, ammo bir ko'rib kelamiz, nimalar bor ekan bizni taraflardan uzoqroqda. Xo'sh, Jons bobo. Nima qilyapti ekanlar? Qurilish uchun tayanchlarni olib tashlashibdi. Demak, baza tayyor bo'libdi. Ajoyib. Mana Jons bobo o'zlari. Assalomu alaykum, Jons bobo. Men Jons bobo. Jons bobo. Qabul. O'zi bolam. Biroz xotinlarga beribman. Keldingmi? Bazaga otlanamizmi? Qayerda ekan? Ana shu yerdan burilamiz va ketaveramiz. Qaysi tarafga? Yon tarafga. Shu yergami? Yo, o tarafgami? Ana o'sha yerga, birinchi tarafga. Ya'ni o'ng tarafga. Siz tarafdan o'ng tarafga bo'pti. Shu yerga? Shu yerga. Xo'p, ikkovimiz boramiz faqat. Albatta. Xo'p, mayli. Hozir shu yerdan o'tishimiz kerak. Faqat siz ehtiyot bo'ling. Men yosim o'tgan bo'lsa ham, lekin hali ham chaqqonman, xavotir olmang bolam. Okey. Banditlarning bazasi o'zi biznikidan o'talgan, uzoq emas. Yo'q, shu yerdan biroz suzsak yetib olamiz. Suzish kerakmi? Menimcha, mayli, suzish bo'lsa suzishda. Bo'pti. Mana shu yerdan sohilga o'tamizmi yoki shu yerdanmi? Sohilga o'tish kerak. Hozir shu yerdan suzamiz. Yo'q, u yerda yo'l bor, qala. Mana yo'l bor ekan. Xo'sh. Nimalarnidir ko'ryapman. Suvda nima qilyapsiz? Hozir chiqaman. Bu yerda qanaqadir binolar, lekin yaxshi ko'rmayapti tuman tufayli. Bo'pti, yaqinroq boraylik. Okey. Baribir suzishga to'g'ri keldi. Yaxshi, hozir o'zimda qoldi, bo'ldi. Xo'sh, keling Jons bobo. Zelibon. Uxlab olish kerak. Yaxshi. Doktor M2. Banditlardan oldim. Xo'sh. Qani. Kelyapsizmi? Mana bu yerdan aylanib o'tamiz. Pastdan. Yaxshi. Ana endi yaxshi ko'rinyapti. Keling. Bo'lyapman. Senda durbin bor-a? Bor. Undan kuzat, qani ko'ramiz. Xo'p, hozir bir daqiqa faqat biroz bu yerdan o'tay, daraxtni yonidan o'tsam unchalik ham ko'rinmas. Yo'q, ko'rinar ekan. Bu yerda necha kishi? Bundan yaxshi ko'rinmas ekan. 1 2 4 kishi bu yerda. Tepada yana yaxshi ko'rinmayapti. Tepada 1 kishi. Xo'sh, bu tarafda esa qanaqadir tosh bino yonida va g'ishtli binoda. Xo'sh, jami 6-7 kishi, balki 10 kishidir, yana bilmadim. Ichkaridagi yaxshi ko'rinmayapti. Xullas, menda reja bor. Hozir men suv ostidan suzib boraman va anavilarga dinamit otaman. Siz esa tog'ning tepasiga chiqib ularni o'ldira olasizmi? Binodagini va katta toshli joydagini. Mana sizga o'zimni vintovkamni beraman. Mana yaxshi bo'ldi. Aytganingdek qilaman, bolam. Men signalingizni kutaman. Qarab turaman, ana u yerdagi o'lgandan birdaniga qolganlarni portlataman, xo'pmi? Xo'p, ketdim. Faqat sekingina ularni yoniga borib olsam bo'ldi. Shu yerdan va ana u yerga biror yerga yashirinib olaman. Xo'sh. Yaxshi. Ozgina. Shundan o'tsam bo'lgan. Bo'ldi. Xo'sh, chapga qarab turishibdi. Yaxshi. Bo'ldi. O'tib oldim. Yaxshi deydi. Mana shu yerdan kavlab olaman va shu yerda kutib turaman. Hozir yetib olaman, yana ozgina qoldi.
dard yasin bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir ko'raman. Qani endi bular. Ko'rindi yaxshi. Lekin ular ham suv yoniga joylashib olibdi. Bu yaxshi. Qani endi. Ko'rinyapti minora yaxshi. Hozir bularga ko'rsatib qo'yaman, faqat tutib olish kerak. Bu yerdan unchalik qulay emas va yaqinroq bo'laman hozir. 1 daqiqa. Mana yaxshi. Hozir seni uyquga jo'nataman. Mana sizdan biroz noqulaylik qilyapti. Ana sizni olsam bo'ladi. Mana ajoyib. Endi esa unisini hozir 1 daqiqa dard chidab tur. Suv ostida bo'lsa kerak hozir. Rostdan ham nafas uzoq ushlab tura olmaydi. Hozir otaman. Bo'ldi. Hozir mana endi kim aytdi qarisa olim qo'ldan izlasa kelmaydi deb. Hozir patkasi bo'lishi kerak. Ikkinchi otilish. Demak, Jones bobo hammasini qilib bo'lgan. Yaxshi. O'ldiribdi. Mana sizlarga. Mana yana. Va oxirgisi. Bo'ldi. Yaxshi. Endi hech kim tirik qolmagani aniq. Endi yonayotgan ko'prikdan qanday o'tib bo'laman? Bitta mana shu yerdan hozir. Endi dursin. Uch. Dursin mayli. Endi shu yerda hozir o'sib chiqaman. Bo'ldi. Chiqib qoldim. Yaxshi. Jones bobo, ajoyib qildingiz. Hozir boryapman. Katta rahmat. Ratmaydi. Men qo'limga qalis keladi. Albatta akam shubha qilishi mumkin. Mana vintovkang. Katta rahmat. Bo'pti, endi ichkariga kiramizmi? Albatta. Hozir siz kelavering. Men hozir tozalab tashlayman ichkaridagilarni. Xo'sh. Yaxshi. Hozir men birinchi kiraman. Okey. Qani? Salom, mana. Men qiyinroq bo'ladi deb o'ylaganim, hatto qarshilik ham ko'rsatishmadi. Menimcha uxlashyapti. Yoki biror nima dori qabul qilishgan. Balki yana kim biladi. Hozir ko'zdan kechiramiz. Aytgancha mana bu bino. Va bu yerda agrot ham bor ekan. Kartoshka va chirigan kartoshka. Jitellar, hoy. Yaxshimisizlar? Nima? Sizlar kimsizlar? Biz sizlarni qutqarishga keldik. Eshik. Qulf ekan. Qulf. Hozir qani kinolardagidek qilib ko'raman. Ishladi. Sizlarni kim bu yerga qamab qo'ydi?